Mirzo Ulug'bek tumani Salkovskiydagi navbatdagi uyimizga keldik. Bu uyimizda 4 sotuv 6 sohani 5 ta sanuzel ko'rayotgan bo'lsanglar mana shunaqa chiroyli zonalar qilib qimmat archalar ekilgan. Bu uyimizda mana ko'rinishi. Bu yerda mana bemalol ikkita katta mashina sig'adi. Kichkina mashina bo'lsa 3 ta bemalol sig'adi. Hozir obzor qilib beramiz, ko'ringlar. Narxini oxirida aytaman. Mana bu yerda yozgi oshxona. Bu yerda mana tapchan qo'yib, o'tiradigan joy qilib qo'yishgan. Basseynni yoqib ko'rsataman. Oshxonaga bu yerdan ham kirsa bo'ladi, uy ichidan ham kirsa bo'ladi. Bu yerda podvolimiz bor. Mana shu oshxonaning tegi podvol. Basseynni ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Mazza bo'lsa kerak. Bu yerda mana bizda sanuzel. Hozir uy ichidan obzor qilamiz. Ketdi. Bizlar mana kirishimiz. Mana kichkina holsa ham bo'ladi. Mana kamin qilib qo'ygan, zo'r qilib. Zaldan boshlasak. Bu bizada zal ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Bizada sanuzel. Bu yerda xonamizda. Bu yerda bizada oshxona. O'sha boya aytganimdek, ko'chadan ham chiqsa bo'ladi, uy ichidan ham chiqsa bo'ladi. Podvoldan boshlasak, podvolimiz ham kattagina.